Assalomu alaykum. Hammalaringga xayrli kech, hurmatli hamkasb akalar. 7-noyabrdan patent asosida ishlaydigan deyarli hamma taksistlarni akkauntini Yandex blok qildi va o'sha 2 kundirki hozirgacha ishga chiqmoqchi bo'lgan akalardan deyarli hali hamma qismida hali shu muammo bor. Akkauntini ochtirolgani yo'q. Va ko'pchilik o'zim akkauntimni ochib ber deyapti. Agar sizlar ham o'zlaringning akkauntlaringni ochtirmoqchi bo'lsalaring, o'sha ko'rsatkichlar bilan bizga ishxonamizga bemalol kelib, xudo xolasa ishlaringni bitkazib ketishlaring mumkin. O'zlaring ko'rsatkichlaring bilan 24 soatdan keyin ishga chiqasan deyishlarsiz, xudo xolasa bemalol ishxonamizga kelib ishlaringni bitkazib ketishlaring mumkin. 2 kundirki, xudoga shukr, bundan muammo bo'lgani yo'q. 1,5 kundan beri boshidacha vaqtda nima bo'ldi? To'xtalishlar bo'ldi, muammolar bo'ldi. Bemalol kelishlaring mumkin. Telefon qilib yoki WhatsAppga, Telegramga javob bera olmayotgan bo'lsak, imkon qadar telefonga javob beryapmiz. WhatsApp, Telegramlarga imkonini vaqtida qila olmayapmiz. Ishdan keyin qilyapmiz faqat. Ishlayaptimikin, ishlamayaptimikin deb o'ylanmasdan bemalol ishxonamizga kelaverasizlar. Ishxonamiz bilmaydiganlar uchun Olminskoye 6 deb yozsalaring chiqadi navigatordan yoki Vatan taksi deb yozsalaring chiqadi. Shahardan 15 minutlik yo'l. Ortiqcha uzoq emas. Shaharning boshqa joylaridan ham unchalik uzoq emas. Kunduzi payt 9:10 dan boshlab bemalol kech payt 8-9 gacha kelishlaring mumkin. 9 uzoq ketsa 10 gacha ishlaymiz akalar. Dushanba kunimi, yakshanba kunimi vaqtlaringga qarab kelaverasizlar. O'zi ish protsessi ortiqcha ko'p vaqt olmaydi, lekin hozir hammani blok qilgani uchun hamma joyda ochlik ko'p bo'lganini hisobini olib, sizlar ham vaqtlaringni hisobini qilib, ozgina xotirjamroq qilib kelasizlar, chunki ko'proq kutib qolish ehtimoli yo'q emas. Lekin inshaalloh ishlaring bitishiga o'sha joydan, o'sha soniyadan liniyaga chiqib zakaz olib ketishlaring mumkin. Xudo xolasa kechagi va bugungi odamlarda bundan muammo bo'lmadi. Kesalaring sizlarnikini ham ishlaringni bitkazib beramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, kelaverasizlar. Kutib qolamiz. Hammalaringning ishlaringga omad, yo'llarda ehtiyot bo'linglar.